Hurmatli brifing ishtirokchilari, hurmatli deputatlar hamda ommaviy axborot vositalari vakillari. Bugun sizlar bilan 2026-yilning 6 oy davomida Xalq deputatlari Gullan tuman kengashi tomonidan amalga oshirilgan ishlar yuzasidan brifing o'tkazmoqdamiz. Bugungi ma'ruzamda kengash faoliyatining asosiy yo'nalishlari, ko'rsatkichlari va aniqlangan kamchiliklar haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsam. 2026-yil 6 oy davomida amalga oshirilgan ishlar to'g'risida Xalq deputatlari tuman kengashi tomonidan 2026-yil o'tgan 6 oyda 7 marotaba sessiyalar o'tkazilib, jami 60 ta masala ko'rib chiqilgan. Shundan 23 ta hisobot tinglandi, 11 ta axborot eshitildi, 1 ta hokim qarori tasdiqlandi hamda 25 ta boshqa masalalar ko'rib chiqildi. Bundan tashqari, Senat yalpi majlisi kun tartibiga kiritilgan qonunlar yuzasidan 13 marotaba muhokama o'tkazilib, qonun loyihalari bo'yicha takliflar bildirildi. Yangi qabul qilingan qonunlar saylovchilarga yetkazish, mazmun mohiyati va ahamiyatini tushuntirish bo'yicha 24 marotaba targ'ibot tadbirlari o'tkazildi. Xalq deputatlari tuman kengashi tomonidan 85 ta uchrashuvlar o'tkazildi. Shundan 39 tasi deputatlarning o'z saylovchilariga axborot berish maqsadida tashkil etildi. O'tkazilgan uchrashuvlarda 31 ta muammolar aniqlanib, ularning barchasi joyida hal etildi. Shuningdek, Xalq deputatlari tuman kengashi deputatlari tomonidan saylovchilar bilan o'tkazilgan uchrashuvlar davomida joylarda muammoli masalalar bo'yicha 110 ta deputat so'rovlari yuborildi va ularning barchasiga natijalar yuzasidan tegishli javob xatlari olindi. 2026-yil 6 oy davomida o'tkazilgan 7 ta sessiyalarning barchasi ommaviy axborot vositalarida onlayn efirga uzatildi. Bundan tashqari, Xalq deputatlari tuman kengashi faoliyati 356 marotaba ommaviy axborot vositalarida yoritildi. Jumladan, mahalliy televideniyada 3 marotaba, radio va bosma nashrlarda 6 marotaba, internet saytlarida 31 marotaba, ijtimoiy tarmoqlarda 318 marotaba yoritildi. Hududlarni rivojlantirishga qaratilgan dasturlar ijrosini samarali nazorat qilish hamda mahallalardagi muammolarni hal etishda Xalq deputatlari tuman kengashi deputatlarining mahalliy tilligi bilan o'zaro hamkorligini yo'lga qo'yish borasida tumanda barcha deputatlar mahallalarga biriktirildi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti hujjatlari, Oliy Majlis palatalari va hukumat qarorlari, oliy darajadagi tashriflar davomida erishilgan kelishuvlar yuzasidan ishlab chiqilgan yo'l xaritalarida hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yuzasidan berilgan chora-tadbirlarni manzilli o'rganish hamda samarali nazoratni amalga oshirish maqsadida 2026-yil dasturlariga kiritilgan 131 ta obyektlar loyihalar nazoratga olinib, ular yuzasidan o'rganish ishlari o'tkazildi. 2026-yil 6 oy davomida mahalla yettiligi bilan birgalikda 31 ta qabullar tashkil etilib, 308 nafar fuqarolar qabul qilindi. Xalq deputatlari tuman kengashi deputatlari tomonidan fuqarolar qabullari, mahalla faoliyatini o'rganish va dasturlarga kiritilgan obyekt va loyihalarni o'rganish natijasida 60 ta muammolar aniqlandi. Aniqlangan muammolarning 60 tasi mahalla yettiligi bilan birgalikda hal etish choralari belgilandi. Xalq deputatlari tuman kengashi faoliyati bo'yicha barcha masalalarda, xususan ish reja ishlab chiqishdan tortib, sessiyalarni tashkil etish masalalarini muhokamaga tayyorlash, murojaatlar bilan ishlash, deputat so'rovlari natijalarini monitoring qilish, kengash qarorlari ijrosi ustidan nazoratni tashkil etish kabi vazifalar bo'yicha deputatlarga amaliy yordam ko'rsatib kelinmoqda. Shu bilan birga, tuman kengash faoliyatiga oid muhim siyosiy jarayonlar haqida to'xtalmoqchiman. Xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 120-moddasi viloyat tuman hokimi lavozimi egallab turgan shaxs bir vaqtning o'zida Xalq deputatlari kengashi raisi lavozimini egallashi mumkin emasligi nazarda tutilgan. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy qonunga asosan ushbu qoida tuman, shahar, vakillik va ijro etuvchi davlat hokimiyat organlariga nisbatan 2026-yil 1-yanvardan e'tiboran amalga oshirilishi belgilangan. Bu konstitutsiyaviy normadan kelib chiqqan holda 2025-yilning 30-dekabr kuni Xalq deputatlari tuman kengashi sessiyasi o'tkazildi. Sessiyada kengash deputatlari orasidan ochiqlik va shaffoflik tamoyillariga asoslangan holda tuman kengashi raisi saylandi. Kengash raisi va hokim lavozimlarining ajratilishi mahalliy darajada xalq hokimiyatchiligini mustahkamlash, qarorlar qabul qilish jarayonida saylovchilar va deputatlarning rolini oshirishga xizmat qiladi. Kengash oldida turgan ustuvor vazifalar va rejalar, kengash qarorlari va kengash raisi farmoyishlari loyihalarini ishlab chiqishda qonunchilikka qat'iy rioya etilishini ta'minlash bo'yicha mahalliy kengash kotibiyati mudiri va xodimlarining mas'uliyatini oshirish, kengashlarning ish rejasiga kiritilgan masalalar hamda qabul qilingan qarorlar ijrosini samarali nazorat qilish, har bir deputat o'zi saylangan hudud
aholisi saylovchilar bilan bevosita muloqotni yanada kuchaytirish, muammolarni hal etishga yaqindan ko'maklashish, asossiz masalani ko'targan fuqaroga qonuniy tushuntirishlar berish ishlari kuchaytirildi. Deputatlarning mahallalardagi muammolarni doimiy o'rganishini hamda natijalarini har oyda tegishli doimiy komissiyalar majlislarida, mahalliy kengash sessiyalarida muhokama qilinishini tashkil etish, hududlarni kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturlari ijrosi ustidan deputatlik nazoratini kuchaytirish. Bunda deputat so'rovi, kengash so'rovi institutlaridan samarali foydalanish, nazorat tahlil tadbirlarini o'tkazishda doimiy komissiyalar majlislari va mahalliy kengash sessiyalari muhokamasiga kiritilgan masalalarni tayyorlashda yoshlar maslahat guruhi hamda ekspert guruhi a'zolarining imkoniyatlaridan keng foydalanish, tuman kengash sessiyalarida tegishli davlat organlari mansabdor shaxslarining hisobot va axborotlarini eshitishda tarmoqlar va sohalar kesimida tahlil qilinishiga, bunda tumanda ushbu yo'nalishda amalga oshirilishi lozim bo'lgan vazifalarga kompleks yondashishga alohida e'tibor qaratish, korrupsiyaga qarshi kurashish va xavfsizlik masalalari bo'yicha doimiy komissiya tomonidan har oyda bitta yo'nalishda korrupsiyaviy omillarni aniqlab, kengash sessiyalari muhokamasiga kiritib borish amaliyotini yo'lga qo'yish. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan muayyan sohalar va hududlarni rivojlantirish borasida, xususan ta'lim, sog'liqni saqlash, mahalliy sanoatni rivojlantirish masalalari bo'yicha belgilab berilgan vazifalar ijrosini doimiy nazorat qilish, aniqlangan muammolarni bartaraf etish choralarini ko'rish, ommaviy axborot vositalari bilan birgalikda mahalliy kengash sessiyalarini doimiy ravishda to'g'ridan-to'g'ri yoritib borish choralarini ko'rishni o'z galdagi vazifamiz qilib belgilab oldik. Xalq deputatlari tuman kengashi o'z faoliyatida xalq manfaatlarini himoya qilish va ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni hal etishga qaratilgan ishlarni izchil davom ettiradi. Bugungi brifingimizni yakunlar ekanmiz. Barchangizni hamkorlikka, ochiq muloqot va mas'uliyatli faoliyatga chaqirib qolamiz.